Misrning kuchi abadiy emas. Bu mamlakatga hokim bo'lgan zulm kun kelib yo'qqa chiqadi. Kun kelib Misrda hamma narsa o'zgaradi. Boy va kambag'alning holi o'zgaradi. Bu o'zgarish qonli bir urushdan keyin sodir bo'ladi. Boylar saroylari va qullarini yo'qotishadi. Ma'bud Amonga hech kim sig'inmay qo'yadi. Xalq esa boshqaruvni o'z qo'liga oladi va hammasi Men ham buni amalga oshganini o'sha kuni ko'raman. Ammo qanday sodir bo'ladi buni bilmayman. Aslo bilmayman. Nimani o'ylab qolding? Nima deysan? O'ylaymanki, men buni bilaman. Ushbu hodisani samoviy bir kishi yoki ilohiy xaloskor tomonidan amalga oshirishi mumkin. Faqat o'sha boylar va zolimlarning zulmiga nuqta qo'yib, Amon va qolgan ma'budlarning hukmronligiga yakun yasashi mumkin. Aytganlarim faqat mana shunday tarzda amalga oshishi mumkin. Sen ko'ringaningdan ko'ra ko'proq aqllisan, Yuzarsif. Bularni qayerdan bilasan? Menimcha, sen Amonga sig'inmaysan. Unga dushmansan. Amon shunchaki oddiy tosh. Hojam, oddiy toshga dushmanlik qilish donolik emasdir. Gapini qara. Amonga e'tiqod qilishni loyiq ko'rmaganday, dushmanlikni ham munosib ko'rmaysan. Agar ulug' kohin Ant moqubini eshitib qolganida, aniq o'zini osgan bo'lar edi. E'tiqodingni har kimni oldida ham ko'rsatma. Ayniqsa, Amonga sig'inadigan Zulayxoga sezdirma, maylimi? Sizning nimaga e'tiqod qilishingizni so'rasam bo'ladimi, hojam? Faqat meni noto'g'ri tushunmang. Avvallari Amonga sig'inardim. Lekin endi bilmayman. Buni hech kimga aytma. Ha, Amon ibodatxonasidagi qohillardan nafratlanaman. Bu nafratning sababini so'rasam bo'ladimi?